shunaqa yorma holat keltirib beradi. To'rli setkamiz. Bu setkamiz ikkili setka bo'ladi. 10 kepak holat keltirib beradi. Bug'doyda makkan. Yorma holat keltirib bergan. To'rli setkada chiqarilgan. Tovuqlarga ketsa ham bo'ladi, qo'ylarga ham yemi yengil bo'ladi, temirchiga ham yaxshi bo'ladi. Mana bu yerda yoqdi, holatda ko'kni paspalat qilib ko'rsatiladigan joyi bo'ladi. Ko'kiylar mabodo 170 dan yo 180 dan 170 pastga tushib ketsa, shiorimiz bor mana bu yerda Tayfun universal rabitga chorvadorlar uchun yengillik. Albatta chorvador aka-ukalarimiz yengillik qilib chiqarib beramiz. Assalomu alaykum hurmatli Tayfun kuzatuvchilari. Avvalambor kelayotgan hayit bayraminglar muborak bo'lsin. Ko'pchiliklar so'ragansizlar, yorma holatda ham chiqaradimi deb. Bugun mana shu drabirkalarimizni bittasida to'g'ri burchak holatdagisida bug'doyni, mana shunaqa bug'doyni yaqinroq olib keling aka. Yorma holatda chiqarib ko'rsatib beramiz. To'rli setkamizda. Setkalarimizni ham ko'rsatib beramiz. Komplektida 3 xil setka bo'ladi. Bu o'sha yormaga xohlasanglar qo'ylarga, mollarga sep bersalar ham bo'ladi, tovuqqa bersalar ham bo'ladi. Bu setkamiz ikkili setka bo'ladi. 10 kepak holat keltirib beradi. Bug'doyda makkani. Bunda bo'lsa o'sha o'zingizlar bilgan somon, bedapres, poya shunaqa narsalarni ham chiqarsa ham bo'laveradi. Kanalimizga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lish tugmasini bosib, videoga like bosib esdan chiqmasin. Qanaqadir fikringlar yo taklifinglar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib ketishinglar mumkin. Bo'lmasam buni hozir bir chiqarib berishni ko'rsatib beramiz. Bitta life hackni o'rgatib ketaylik aka. Hozir bularga bitta life hack bor. Uzmay tursalaring videoda ko'rsatib beramiz. Kelingda. Xo'p, bu yerda aka mana bu yerdan ko'rsatayim mana motorimizda bu yerdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi mana o'zini tokini ko'rsatib turadigani bo'ladi. Mana bu yerdan yoqsa, mana shunaqa holatda tokni paspalat qilib ko'rsatib turadigan joyi bo'ladi. Tokiylar mabodo 170 dan yo 180 dan 170 dan pastga tushib ketsa, mana bu yerda ko'rsatingda. Bu yerda mana bug'doy makka chiqarishyapti masalan. Zaslonkasini sal kamroq ochasizlar bu yerda. Agar tokiylar xo'p 190 dan baland bo'lsa, kiz yaxshi bo'lsa, bemalol buni oxirigacha ochsalaring ham bo'ladi. Agar tokiylar past bo'lsa, maslahat beramiz, zaslonkani sal kamroq ochsalaring ham bo'ladi. Tokka bog'liq. Nimasi? Biz draberkamizga 6 kafolat beramiz. Dastavkalarimiz O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Bu yoqda o'sha raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Pastda ham raqam qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimizni yetkazib beramiz. Shiorimiz bor mana bu yerda Tayfun universal rabilga chorvadorlar uchun yengillik. Albatta chorvador aka-ukalarimiz uchun yengillik qilib chiqarib beramiz. Bo'lmasam videoni cho'zmasdan mana shu drabirkamizda bug'doyda yorma holatda chiqarib ko'rsatib beramiz. Bo'lmasam aka bismillah boshladik. Yurgizamiz. Yo'q o'tmasdan bo'ladi aka, mana bu yerda. Dastlokasini orgacha ochib ko'ramiz hozir bu yerda. Ko'kimiz yaxshi ekan. Ko'rsating aka bu yoqdan. Dastlokamizni ko'kimiz yaxshi bo'lganligi uchun orgacha ochganmiz. Shunaqa yorma holat keltirib beradi. To'rli setkamiz. Bu yerda bir necha kilo edi aka, taxminan kilosi 5-10 kilo atrofida. 5-10 kilo atrofida bug'doy bor. Taxminan 5 kilo 6 kilo bo'lsa kerak. Qara bo'ldi aka hammasini.
o'chiraveramiz. Yaqinroq olib keling-da. Mana aka o'sha bug'doyni yorma holat keltirib bergan. Turli setkada chiqarilgan. Tovuqlarga sepsa ham bo'ladi, qo'ylarga. Qo'ylarga ham yemi yengil bo'ladi, semirishiga ham yaxshi bo'ladi. Og'riqlarni yengil qiladi. Qisqacha qilib aytganda, shu ikkili setkamizni chiqarsalaring, bug'doy holatda chiqarib, buni hozir ko'rsatib o'tirmaymiz. Biz hozir yormasini chiqarib ko'rsatdik. Pastda raqamlar qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa, qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimizni yetkazib beramiz. Bu trabelkalarimiz endi narxiga keladigan bo'lsa, 3,5 kilovat 3000 оборотda ishlaydigan titan motorimiz, alyuminlisi 2600 ming so'm. Dastavkalar O'zbekiston bo'yicha. Bu trabelkamizni 4 kilovat 3000 оборотda ishlaydi. Bunimiz 3 million so'm. Dastavkasi O'zbekiston bo'yicha. Bu motorimiz o'sha hamma bilgan misli Ariol motor. Narxi 3,5 million so'm. Xohlasanglar jo'malaq qilib beramiz, xohlasanglar to'rtburchak qilib yetkazib beraveramiz. Zakasinglarga qarab. To'rtburchagi necha pul, jo'malog'i necha pul emas, narxlari 2 million 600 mingdan 3 million 3,5 milliongacha. Dastavkasi ichida bo'ladi, yetkazib beramiz. Xo'p, bizda endi bundan tashqari mana bu yoqda ko'rsating aka. Atala qozonlarimiz ham bor. Mana shunaqa. Hozir bu litri 280 litr, salkam 20 litr kam 300 litr bo'ladi. Bunisi 350 litr. Bunisi ham shunaqa 280 litr. 100 litrdan 1 tonnaga zakasiga qarab qilib beraveramiz. Ko'pchilik akalarimizga qilib berdik, o'sha andijonlik akalarimizga to'rtburchak holatda qilib berdik. Buni hozir o'chog'i bilan birga ko'rsatsangiz bo'ladi mana. O'chog'li holatda bunisi mana. To'rtburchak variantini ham qilib berdik. O'chaqsiz holatda bo'ladi to'rtburchak varianti. Zakasiga qarab qilib beraveramiz. 500 litr, xohlasizlar 700 litr, 700 litr. Buni narxlari hop 280 litrimizniki 900 ming so'm. Dastavkasidan tashqari 350 litrlikniki 1 million 100 ming so'm. Xohlasanglar qopqoqli qilib beramiz, xohlasizlar qopqoqsiz holatda. Zakasiga qarab qilib beraveramiz. Bundan tashqari bizda garelkalar ham mavjud. Garelkalarimizni ham ko'rsatib beraylik aka. Baqa olmagan ekanmiz. Mana shunaqa holatda bo'ladi garelkamiz. O'sha qalin trubadan foydalanamiz. 400 lik qalin truba ko'rsatib bering aka mana. Juda ham qalin bo'ladi. Mana shunaqa holatda mana qalin. Qalinligi juda ham qalin. Chirib, yo'qolib ketmaydi. Yillar davomida ishlatishadi. O'zini past baland qiladigan motori, regulyatori bo'ladi. Shunaqa narsa qilganmiz aka, mana zakasiga tayyorlab berganmiz. Mana ko'rishlar mumkin. Toshkentga Ohangaronga ketyapti. 6 oy kafolat. Shunaqa qog'oz qilib qo'yganmiz. Mana bukletimiz. Tayfun drabelkamiz. To'rtburchak yumaloq ko'rinishi. Ichini ochadigan bo'lsangiz, birinchi navbatda mana alyuminli motor titani. Titanning dokumenti bor. Motor haqida ponni yozgan. O'qib chiqsalaring ham bo'ladi. Undan tashqari to'rtburchak drabelka olyapsizmi? Tavsifi bor. Bu yerda mana yaqinroq ko'rsating aka. Yumaloq drabelka olyapsizmi? Tavsifi bor. Misli motor olyapsizmi? Misli motor tavsifi. Alyuminli tavsifi. Mahaviyli, pichoqli hammasini yozilgan. Bu yerda garantiyasi mana. Orqasida telefon raqamlarimiz bor. Xohlasanglar buni sizlarga qo'llaringizga yetib borsa skaner qilsalaring. Bosh holatda YouTube, Instagram, Telegram hamma ijtimoiy tarmoqda profillarimizga olib kirib beradi. Mana shunaqa 6 oy kafolat bilan beramiz. Drabelkamizga. Videoni ko'p cho'zmaymiz. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, Chorvoqdor aka ukalarimizni og'irini yengil qiladigan drabelka, to'rtburchak yumaloq ko'rinishda bo'ladi. Pastki raqamlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mavjud, yetkazib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsalaring, obuna bo'lish tugmasini bosib, video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib esdan chiqarmanglar. Qanaqadir fikringlar, taklifinglar bo'lsa, bemalol kommentariyada qoldirib ketaverasizlar. Bo'lmasam sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.